Hürmetli vatandaşlarımızın devamına dikkat kılın. Prezident Obama, Hillary Clinton hanımını saylımı sanla. Bu bana keltürgen hakaret buludu. Dedi mavzulu haber 9. ayının 18. günü Dovitor Mete ilan kılın. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama 9. ayının 17. gün Devlet Meclisi'de Afrikan Amerikalıkla bilen keştek ziyafeti bildi bol. Nait keskin, nait hissiyatlık nutuk sözlüdü. Bu nutuk Prezident Obama en ahırkı bir katım prezident süpütüdü. Afrikan Amerikalıklarının debdebelik yığınıga katlaşıp keştek ziyafette ornuga varislik qilishni Demokratlar Partiyasining prezident nomzodi Hillary Clinton xonimga bermoqchi bo'ldi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Agar Afrikan Amerikaliklar saylam punktlariga berib, saylam biletini Hillary Clintonga tashlamaydigan bo'lsa, bundaq qiliqni siyosiy marosimga nisbatan o'zimga qilingan haqorat deb qarayman. Haqorat deb qarayman. Amerika simliq televiziyasi 9. ayning 18. kuni mundaq ko'rsatdi. Bu nutuq başlanganda Prezident Obama sahnaga so'zlagan nutuqning eg'irlik nuqtasi yanala Hillary Clintonning saylam bileti va bilet tashlash masalasi bo'ldi. 11. ayının 8. günü Amerika'da prezident saylimi elip verildiğin paytda Prezident Obama nutuq sözleş jarayonida hozirgacha ishiltib bakmagan en keskin söz ibarlarını ishiltib, Cumhuriyetçiler Partisi nomzodi Trumpni qaratmala qoldi, dartmaladı ve kuchlik chaqiriq qilib, qartalliklar jamiyatining Hillary Clinton xonimni qo'llashini murojaat qildi. Men bu ishni bir xil haqorat deb bilaman. Bir xil mening siyosiy marosimga qilingan haqorat deb bilaman. Agar qartalliklar ammasi ho'shiyorlikni bir tarafga qayirib qo'yib, bu qatimqi saylamda aktiv qatnashmaydigan bo'lsa, Prezident Obama bütün Amerika qartalliklariga ammasiga murojaat qil. Sizlar men bilan yaxshi fursatda xo'shlashinglar, beringlar. Hillary Clinton xonimga bilet taşlanlar. Demek men bu işten bir xil bilet taşlamasam, baştaki abzasının mazmunu sen berip bilet taşlash punktiga berip Hillary Clinton xonimga bir bilet taşlamasan, men buni o'zim uchun haqorat his qilaman. Hillary Clinton xonim shu kaşlik ziyafetga qatnashdi. O fuqarolarini samiga selib yetib kelish oldi turgan prezident saylimi Amerika uchun aytganda eng muhim tanlashdir. Bu saylam unutilib ketgan Amerika uchun kurash qilishga munosabatlikdir. Kim bizning avlodimizga mablag' soladi? Dal shu kishi Oqsaroyda haqiqiy holda sizlarni qo'llaydi. Bizga usul chora kerak, haqorat emas. Amaliyatimiz bilan konkret planimiz unutilib ketgan rayonlarda jam beqiyotgan Amerikaliklar yordam qilaylik. Bir taraflamilik va vahimadan qo'rqmaydi. Hillary Clinton xonim chaqiriq qilib bundaq ko'rsatdi. Prezident Obama qoldirgan miroslarni bu nuqtani tushunmaydigan xatarlik bölgünçülük qarashlarını tarqitadigan davlatning putidan tutib, orqasiga so'raydigan kishilarning qo'liga tashlab qo'ymaydi. Mag'lub bo'lish va g'alaba qilishni ayrig'ili bo'lmaydigan Oqsaroyga kirishni talashish ko'rishida Hillary Clinton xonim xuddi o'tmishda qartallik saylovchilar Obamani qo'llagandek bu qatimmo o'zini qo'llashini umid qilatdi. Qartalliklar ammasi Amerikada saylam natijasiga ta'sir ko'rsatadigan qudratli bir kuch hisoblanadi.